Assalomu alaykum savoqdoshlar. Bugun biz aytadigan hikoya Bo'ri bilan eshak. Bir eshak edarliqda o'tlavasa, och qolgan bir bo'ri kelib qapti. "Ohoy, qo'yma uchrashding", debdi bo'ri eshakka qarab. "Necha kundan beri seni izlab yuratdim. Meni nima qilatding?" deb so'rabdi eshak bo'ridan qutulishning. "Sening go'shing menga to'g'ri bo'lib qoldi. Rozi bo'l", debdi bo'ri. Yiroq, yaqinda qutqizib olgan odam yo'qligini bilgan eshak vaqir yalmay ko'zidan yosh to'kib, "Voyisit" deb nola qilibdi. "Hey, nimaga voyisit deysan?" deb so'rabdi bo'ri. "Voy, jon do'stim", debdi eshak. "Marhum otam hayot vaqtida putimning tuvig'i ostidagi bo'shliqqa bir qora xat putib qo'ygan edi. O'lim oldida shuni bir o'qib bersang, sendan u dunyo bu dunyo rozi bo'latdim. Baribir seni yeyman-g'u. Bo'pti, o'qib bersam beray, qani ko'rsat", debdi bo'ri. U ing'ishib yaqin kelishiga eshak rosa kuchib bo'rining quloq tubiga qamlashtirib bir tepgan ekan, bo'ri tikmo'lloq tushib jon talashibdi va muni beytini o'qib jon uzibdi. "Otam o'qimagan qara xatni, anam o'qimagan qara xatni, o'qiyman deb bekor topdim, jinimga to'xtagan dardni."